Нурбек Андижанский представляет. Roltinni kim olib keldi? Endi Dubayda roltin yeyib yurishimiz qoladi. Yazık. Roltinni mana qizi ekan. Assalomu alaykum. Ovqat yo'rma, uncha ko'p yeysan, Kilitringa sizga. Jannatim akam. Kinoy yaxshimisizlar? Aka qizingizga torg'izib bering. Yo qornida o'zi torg'izib bormi? Aka kallangizga qo'tag'imsiz, bu tarvuzga ham o'xshamaydi-ku. Bu qadimda 13-asrda massagetlar malikasi Adnifolaning polizda yetishtirib chiqqan aralash qovun aralash to'g'ri buni nomi antilopa. Akajon, bu noyob to'g'ri. Bu bekorga kelyapti. Sardor, qizcham men tuxum yer ekanmi? Seni tuxuming deyaptimi? Yiyorsan, oldin mana tarvuz uchun yo'qot. Aka, agar mana shu torg'iz ichi shirin chiqmasa, aka mana shu torg'iz bilan boshim yurmas aka. Jannatda. Ay, yo'qote, tarvuzingga qo'tag'im. Hozir mana qizlar shu tarvuz deb yuribdi bilan. Tug'ilgan kuningizga qo'taq qallashyapsiz siz. Nima deyapsan? Emchingni juniga qo'tag'im, Adriano Bashara bilan. Yo'qalayapmayni kuttiga sizga nogiron Bashara. Asal jannatlar.